Salom bo'lib, yana men sizlar bilan Minion va men bugungi videomda Imperiyamni yanada kuchaytiraman. Demak, biz bugungi videomizda o'zimizni Imperiyamizga yaqin qishloqni rivojlantiramiz. Demak, hozircha maxluqlar kechqurun paydo bo'lishi mumkin, shuning uchun shu yerda uxlab olamiz. Demak, hamma joy qishloqlar egallab tashlabdi. Xo'p, mayli. Qurilishni boshlaymiz. Xullas, biza ikkita qishloqni ulash uchun ana shu yerdan uylar qurib ketishni boshlaymiz. Bitta-bittadan boshlab. Demak, mana bunday uylar quramiz. Demak, birinchi uyimizda qolganlarni ham boshlaymiz. Mana yana bitta. Yana bitta qurdim. Va eng oxirgisi tayyor. Endi esa uyimizga boramiz. Uyimizga ham va nihoyat keldik. Demak, hamma joy, ko'pchilik joylarni o'tkazib bo'lganim uchun boshqa qismlarda bu yerda demak tanishtirib chiqaman. Mana bu yer menga kerakli bo'lgan joy. Bu yerda aslahalar qo'yib chiqiladi demak. Keyingi qurganim. Mana bu yer. Bu yerda narsalar qo'yish uchun yasaganim. Bu yerda narsalar taxlash uchun Demak, bu yerda qishloqlarni sotib olish uchun qoldirib ketganman. Demak, yana mana bu yerda sandiqlarim, pechkalar, bu yerda yotish uchun joy, aslahalar. Bularni nezerga yasaganman. Demak, nezerdan topganman. Aniqrog'i, hozir demak nezerga borib qayerlarni kavlaganimni ko'rsatib kelaman. Nimalar qurganman hamisha yerda. Demak, ana portalga olg'a. Biroz kutamiz. Demak, nezerda ham paydo bo'ldik. Endi asta sakrasak biz qaytib tirilmaymiz. Bu yerga bitta uxlab turamiz va yana qaytadan sayohatimizni boshlaymiz. Men adashgan ekan. Demak, kasbini o'zgartirib yurar ekanda bular. Yana bir marta nezirga borib kelishga tayyor keladi. Demak, paydo ham bo'ldik. Bu yerdan chiqib olamiz. Bu safar bu xato takrorlamaymiz. Demak, astayna bu yerdan tushib olsak. Tashlab ketgan narsalarimiz olib chiqishimiz kerak. Suvni ham olamiz. Aslahalarni kiyamiz. Boshqa narsa yo'qolgan yo'q. Men aynan bilgan edim. Qanday? Yaxshimi? Deb bular o'ta indamay ko'ram o'lib ketgan. Endi esa mana bu yerga tushamiz. Jonim kam qoldi. Muncha yonaman, tezroq to'xta.
Hemen Crack'te ötüp ko'rsatmasam bir yo'l ketish mumkin. Crack'te o'tib demak, shu yerlarda nimalar borligi. Demak, men bu yerda anchagina joylar ko'rib chiqqanman. Oldin kirkalarni singani uchun ba'zi bir qadimgi qo'lliqlar ham qolib ketgan bo'lishi kerak. Hozir mana bu yerlarda, mana bu yerlarda ham bor ekan. Xullas, anchagina vaqtim ketgan. Biz shu yerda videomizni to'xtatamiz va obuna bo'lishni unutmang. Men bundan keyingi videomni mening obunachilarimni 40 ta bo'lgan payt qo'yaman.